Sizga bitta savol bersam maylimi? Xo'p, bemalol labing. Nimaga yuborgan sovchilarim qaytardingiz? Tushunmadim. Siz yuborganmidingiz sovchilarni? Ha. Asli men soppa-sog'man. Siz bilan faqat gaplashib olgani kelganman. Menga qarang. Men rahmatli erimni yaxshi ko'rardim. Hali ham unutmadim. Bu degani men boshqa yerga tegmayman. Sizdagi ayollar, erini xotirlab yashagan ayollar juda kam. Lekin bilasizmi? Har bir insonning yonida dardkashi, suyanchig'i bo'lishi kerak. To'g'ri, hozir bilinmasligi mumkin, lekin baribir qachondir qaraymiz, to'g'rimi? O'shanda bir-biriga suyanchiq kerak bo'ladi. Meni bolam bor, suyanadigan. To'g'ri, bor. Lekin unga erkakcha tarbiya beradigan, yonida qalqon bo'ladigan otasi yo'q. Unga ota tarbiyasi kerak. Sevinch. Men otalik qilishga tayyorman. Men aytadiganim aytib bo'ldim. Boshqa bu mavzuga qaytmaymiz degan umiddaman.